Azamat, bloying chilasi yo'q jira. Semen qo'sh. Usta bo'lma ishlayapman-ku, bitta o'zida kelib qo'sharing. O'zim qo'shaymi hozir? Usta bo'lib men qo'shaymi semen? Hay, men aralashtiryapman-ku, bekor ayttiribsiz qo'sharing. Azamat, men sana 100% xafa bo'ldim. O'zing ishlayver, yalpay. Ketdim men. Xafa bo'lmang, usta bo'l, o'zim olib kelaman. Azamat, nima usta bo'lsani xafa bo'lyapti? Aka, e'tibor bermang, usta bo'l chavarchasalar faqat mendan xafa bo'ladi. O'rmang usta bo'l. Azamat bor kiyimlaringni almashib kel. Shu kiyim bilan ishlayman. Biz to'yga kiyib boramiz. Bunaqa kiyimlarni. Yangi kiyim olaymi? Ha? Men sendan xafaman Azamat. Yana nimaga? Biz ham anaqa changga botib yuraylik. Bizga olib bermang. Jonga ham tegdingiz, xafaman deb. Yuring sizga ham bo'ladi. Birinchi o'ringa 600 ming va birinchi o'ringa 1 millionlik vaucherlarimiz qo'yilgan. Siz ushbu vaucherlarimizdan birini g'olibi bo'lishingiz mumkin. Rahmat, juda xursand bo'ldim. Usta bo'l, boshlab bering, obed qilaylik. Ishtaham yo'q, xafaman sendan. Usta bo'l, nima gapi? Siz yana nima qildim sizga? Ana u 1 millionlik vaucherga men ishtirok eta olmadim. Sen qatnashding. Men sendan xafaman. 100% xafaman.